Assalomu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Xo'sh, undaqda diqqatinglar programmamizning yangi mazmunlarida bo'lsin. Xotan kelimi nafis hunar san'ati va o'ziga mos bo'lgan san'at uslubi bilan dunyoga mashhur. Undaqdan nima sababdan qadimdan hozirga qadar Xotan kelimi davlatimizning davlat go'hri qatorida ulug'lanadi? Xotan kelimining bahosi nima sababdan yil sari qimmatlashmoqda? Sharqdagi oliy darajalik san'at kelimiga yo'shirilgan sirlar qiziqsangiz, diqqatingiz ekranimizda bo'lsin. Gilam Xotan xalqining an'anaviy qo'l hunari buyumi bo'lib hisoblanadi. Buningdan 2000 yil burunlar Xotanda gilamchilikning taraqqiy qilganligi haqida tarixiy xotirlar bor. Xotanda 70 yoshdan 7 yoshgacha kishilarning hammasi gilam to'qishga odatlangan deyilsa, hargizmi oshirvatganlik bo'lmaydi. Undaqdan Xotan xalqi nima sababdan gilam to'qish hunariga bak qiziqadi? Qadimda gilam to'qish texnikasi qanday maydonga kelgan? Şimdi gilamning texnikasi jihatlardagi ahvollarni bu qachon maydonga kelgan deganni yil jihatdan kesib aytishga bo'lmaydi. Nimishga degan vaqtida bu birla vaqtida yak bir kun, yak 2 kunda, yak 1 yilda, 2 yilda, yak bir odam birov tarafidilla bu ijod qilgan narsa emas. Bizning bo'lgan vaqtida buni masalan bizning chorvachilik madaniyatimiz oldi bilan bu yerda bizning Xotan qo'yi degan bir qo'y bor. Bu Xotan qo'yi nihoyatda qadimdan tortib bizningki mush yurtda apriydi bo'lgan. Shundaqla bizning Iroq ajdodlarimiz bularni beqib buning yungida yip igirgan, go'shini iste'mol qilgan, terlarda turli kiyimlarni pishiqlab ishlagan. Mush asosida bu Xotan gilimininki xom ashyosi mana mush yerdan chiqqan. Uning ustiga bizda kevaz nusxaliq gilam degan gilamlar bor. Tarixiy manbalardan yoki tarix xotirlardan qaraganda Xotanda kevaz o'stirilganiga, kevaz terilib kelayotganiga nihoyat yiroq uzun zamonlar bo'lgan. Demak bizda xom ashyo, qo'yning yungi, paxta bor. Elbette bunu adamlar bunu igrep, bay aytganimizdek bunu yüzününki tabiattan olgan ilhami, turmuşdan olgan tuyg'usi ve başkalar orqali bunu yo'g'irib, bunu mushtaq bir ijod qilgan. Xotan kelimining turi, alayidiliklari, hunar san'at jihatdagi o'zgachilikki ko'p bo'lib, uning nusxalari har xil. Undaqda Xotan kelimi zodi qandaq nusxalarga bo'linadi? Xotan kelimining har bir nusxalarining qandaq ma'nosi bor? Xotan gilam nusxalarining ko'pinchisi o'simliklarning chechigi, mevasi, shox yo'pirmig'i va har xil hayvonotlarni, tabiat hodislarini asosiy nusxa qilib, shaklini cho'ngaytib, geometrlik shakl orqali shakllangan. Bu tamlar esiqlik gilam bo'lsa, mushu bizning Xotan viloyatidagi eng asosiy 8 turda bekitilgan gilamning nusxalari. Buning ichida birinchisi bo'lsa, anargul nusxa. Ya'ni gilamning ustidagi har bir gulning nusxasi mushu anargulninki nusxasida bo'lg'achqa buni anargul nusxa deb ataymiz. Bo'lsa sham nusxa. Buningdanmi buni mushu yana bir qatim aytganda mushu kalkun nusxadagi nusxaning ichiga o'ylantirib chiqilgan bu gullar bir xil shamning tusida bo'lg'achqa buni sham nusxa deb ataymiz. Üçüncüsü kalkın nusxa. Mana kalkın nusxa deganda mushu ikki tarafdagi gilamlarninki nusxalarninki işte açmaq shaklda bir-biriga kengayib borganligi uchun buni kalkın nusxasi deb ataymiz. Mana bu yoq bo'lsa kasvan nusxa. Mana bu bo'lsa adiyal nusxa. Bu yoqdagisi bo'lsa jaynamaz nusxa. Xotan gilimi mana mushundaq tabiiy bo'yoqlarda to'qildi. Bundaq rangli bo'yoqlarni ishlatganda bu balkim bo'yab chiqilib bo'lgandan keyin uningki rangi bek sho'x emas, balkim bek sus holatda chiqadi. Lekin bu necha vaqt o'tgandan keyin bu yanala shu holatida turdi. Ham odam bedaniga hech qanday ziyonli ta'siri yo'q. Sanoat bo'yiqi ishlatilgan ahvollar intayin az. Chunki sanoat bo'yiqi bu ishki bo'yoq qaraganda odam bedaniga ziyonli. Her bir parçan Xotan gilamini inchiklab kuzatsak, uningdan ayni davr kishilarining tabiatni, ijtimoiy turmushni,
go'zallikni qizg'in so'ydigan istiki namoyon bo'ladi. Xotan gilimining nusxasi ko'p bo'lib, ana shu bir nusxaning maydonga kelishida yana nurg'un hikoya va mazmunlar bor. Xotan giliminingki kelkin nusxa, yulduz nusxa, anargul nusxa qatorliq 18-20 xil cho'ng nusxasi bor. Bu cho'ng nusxalar o'z ichidan yana uşaq nusxalarga bo'linadi. Rang turlari naytimjiq, bu 200-300 xil rang turi bor. Ama şu türdeki şu gilemler umumen digidek hemmisi tabiat bilen. Mesela bir xil gilemler buldu. Tigi sus kum rengi de buldu. Yakumuz bundak çıkıp vaxtıda sus tüg reng dep koyumuz. Boz reng. Endi bu sus boz rengler elbette muşu rayonunki umumi toprak halatını aks ettirdi. Etrafını kum barxalları qaplap turgan mush bo'stonliqninki umumiy holatini aks ettirib beradi. Demak, har bir mush gilamning nusxalarida mush Xotandagi ishchan, farosatlik, emgakchi xalqninki zihni, aqli, shunaqla ularning intilishi aks etgan. Xotan gilimini to'qish inchiklikni, nafslikni, tirishchanlikni talab qiladigan alohida xizmat bo'lib, odatda xotan gilimini o'rganishga 1 yildan ortiq vaqt ketadi ekan. Xotan gilimining to'qilish hunar san'ati 10 necha xil murakkab ish tartibidan o'tadi. Oldi bilan qo'y yungi tolinib, ilg'inib, yuyib quritiladi. Andin yip egirish mashinasi yoki choq orqali egirilib, bo'yalgandan keyin gilam to'qish boshlanib, bir yipdan qo'lda to'qilib chiqiladi. Bu gilam to'qiydigan ustura. Mao pence, mao qaca muşulan şeydi. Mao nim qilgan narsa? Aqağı yögeydigan. Ma usturdagi mexning qanday roli bor? Mexni ilgari biz gilam to'qishni o'rgangan vaqtimizda qo'limizda olib o'yishni, qo'limizni o'yish daxmlantirib og'ritadigan bo'lg'achqa, hozir zamonning taraqqiyotga ergashib, gilam to'qishni taraqqiy qilib mexni oldigan bo'ldi. Qanday olsiz masalan? Bunda elib to'qib. Ashtal tatib olamsizlar? Odatda yipni uzib etmamda. Yo'q, uzmaydi. Xotan gilimi ilgari yog'och qurilmalik jihozlarda to'qildigan bo'lsa, zamonning taraqqiy qilishiga ergashib, bugungi kunda temir jihozlik jihozlarda to'qildi ekan. Ma'veliqi yog'och qurilmalik jihozni to'qilgan bilan men temir qurilmalik jihozi gilam to'qisi qaysi rahatroq qildi ekan? Temir qurilmalik jihozi rahatroq bo'ldi. Nima ishkamda? Çünkü manında to'qib o'tiriblar, o'rnimizdan qopmay ustamlar besib berdi. Yog'och qurilmalik jihozi to'qganda kamallarni chuvib, o'rnimizdan qopab besishga to'g'ri keldi. Odatda gilam to'qish dastgohlari, uskunalari nihoyatda oddiyda ko'rinadi. Ammo uningga yoshirilgan qonuniyat sizni hayron qoldirdi. Gilam to'qish jihozlari, gilam to'qish jarayoni oddiydak bilinadi. Uning jihozlari yog'ochdan qo'pol yog'ochlardan yasalgan dastgoh, do'konlar. Lekin bu do'konlarning yasalishi u tamamen shu gilamninki to'qilish qonuniyatiga, shundaqla hunarning shu aloyidligiga asosan bu yasalgan. Demek bu bir adli hüner ama bunun kanuniyetli hüner. Yung yip bilen, paxtı yip bilen, şunundak evlat ügünüş qatarlıq müşnak bir xil ənəni ölen ziç münasibetlik boğan bir sənətlik hüner hesaplandı. Xotan giliminin arqa örüşü yeni bu tarafı qatar deb atıldı ekan. Xotan giliminin qatırı qancha ziç shuncha ko'p bo'lsa, uning bahosi shuncha qimmat bo'ladi ekan. Undaqda xotan gilimining qadri zodi nima tarafidan belgilandi? Xotan gilimini to'qish mushaqqatlik emgak. Hozir uning 360 qatorliq, 400 qatorliq, hatto 900 qatorliq gilam turi bor. Bir usta xalvatning 360 qatorliq 1 kvadrat metr gilam to'qishi uchun yarim oy vaqt ketadi. Mushu bo'yicha hesaplagandimi, xotan gilimini to'qishni bir xil qadrlashga arziydigan ruh deyishga bo'ladi. Gilamninki
qursani gilamninki ulush oqiga bilan o'lchanadi. Gilamning qursani qanchadan qancha zich bo'lsa, gilamning badiiy go'zalligi texmo chiroyli aks etadi. Gilamninki qursani odatda gilamninki saqlash muddatiga ta'sir ko'rsatadi. Odatda 720 qatorliq gilamni, masalan 2 metrda 3 metrlik gilamni, 6 pompan gilamni 2 ayol 6 oyda to'qib bo'ldi. 6 oyda. Buningki tanarximi ko'p bo'ladi. Buning odatda sotilish bahosi 3800 ga boshlab 4800 gacha atrofida. Arxeologik tekshirish jarayonidan bayqalgan qadimiy gilamlar bo'lsin yoki Ming Qing usullari davridagi va yoki hozirgi gilamlar bo'lsin, hammasida xotan gilamining ranglari nihoyatda juloliq bo'lib o'ngmaydi. Undaqda xotan gilamining rangining shunchalik juloliq turishi, o'ngib ketmasligida qanday sabab bor? Xotan qo'yini boshqa yurtlarga qaraganda bir o'xshamaydigan bir alaylik bor. U bo'lsin bizning xotan qo'yinining bir tal ipini elib, buni qaychida kesib bo'lgandan keyin mikroskop ostida kuzatganda buning ichi kavak. Bu bizning xotan qo'yinining elastikligining naqadar kuchli ekanligini ifodalaydi. Shunga bizningki to'qilib chiqqan gilamlarga dastlab turgandan keyin u intayin tez holatda o'zining asl holatiga qaytib ketadi. Bu bo'lsin bizningki xotan qo'yini va boshqa yurtlardagi qo'yin gilamlarining birdan-bir farqi. Xotan qo'yi degan mush yerlik qo'y nasli tadqiqotlardan keyingi yakunda xotan yerim yirik yungluq qo'y deb ataladi bular. Bu qo'yning yungi har bir qil, har bir tal mo'y nokash bo'ldi ekan. Bu xil narsaning biri elastikiligi yaxshi bo'ldi ekan. İkinci biri rang elish, rang tutush iqtidorini yaxshi bo'ldi ekan. Üçüncü biri uning ko'rkamligi yaxshi bo'ldi ekan. Shu materialga asosan, mush materiallarni qamashaqiga, mushuni qamashaqiga, mushuni egirilgan, ipni to'qilgan bu xotan gilimi uzun yillik yerlik ustalarning ko'ngil qo'yib tanlashi ve bularniki chidamchanlik bilan izlanish orqasida bu yerda yerlik ranglar maydonga kelgan. Bu ranglik bo'yoqlar ziyonsiz moddalardan ilingan bo'lg'achqa buning hech qanday odam badaniga ziyni bo'lmagandan tashqari eng muhimi uning o'ngib ketmaslik aloyitligi bor. Elaqadak yipninki osh xil aloyitligi rangning yerlik rangninki mush aloyitligi mushkil aloyitliklar qo'shilib bu xotan gilamining donqini yiroq yaqinga chiqargan. Undan boshqa bu yerdagi rang gul nusxalarining o'zgacha bo'lishidan iborat. Bu omilmi mana xotan gilamining xotanning ushkurining birisi bo'lishidagi sabab mana shu. Ko'raman do'stlar, xotan gilimi nafis hunar san'ati va o'ziga xos san'at aloyidaligi bilan dunyoga mashhurdir. Karvon beshi to'ga yetilab bangan bu bir parcha gilamga 170 ming yen baho qo'yilgan bo'lib, uning bahosidan bakroq bu gilamning badiiy qimmati bizda alayda ta'sir qo'zg'adi. Undaqda kichikina bir parcha gilamga nima sababdan shunchalar yuqori baho qo'yilgan? Xotan gilimining qimmatligining siri zodi qayerda? Biz bu gilamni 2014-yili 3-oyda to'qdik. Nima sababdan bu gilamning bahosi shuncha qimmat? Buning birinchidan qo'lda to'qilgan aloyitligi bor. Ikkinchi mana shu yang payqi. Üçüncü nefis siliq. Bu gilamni 4 odam 7 oyda to'qib bo'ldi. Shunlashqa qimmatgan. Shunga boshqa bahosi yo'q. Xotan gilamining masalan 1200 qata, 720 qata, 540 qata, 400 qata, 360 qata deb payqalandi. Bu ashu qati zishqiga qarab bahosi yuqori tuvanga aylanadi. Hozir eng yuqorisi qancha pulda ilinadi? Masalan, xotan gilamininki mush xotan ipini ishlab chiqarsak 1200 qata olib qolsa, bir kvadrat metrni 7000 kvadrat sotamiz.
Qadimiylik bilan an'analik birlashgan Xotan gilimining marka önümi bağan siri yuqori ko'tarilib, ro'shan iqtisodiy afzallikka aylandi. Xotan xalqi tavarruk bu hunarni ajdoddan avlodga davomlashtirdi. Bütün vilayet tavalligida 65 bin gilemçilik ailesi, 93 bin gilemçilik çoğun ailesi, 58 bin to gilem tokuş tümürdüküne, 55 gilemçilik çoğun kargansı, 12 çoğun başlamcılık gilemçilik kargansı var bulup 120 bin adam işleydi. Ularının yıllık işlep çıkarış mesulatı 1 milyon 180 bin kvadrat metre bulup her yılıga 450 milyon yandan artık ses kirimi gelip gelmekte. Xotan gilimi ro'shan yerlik alohidlikka va qo'yuq milliy tusga ega bo'lib, u o'z alohidligi bilan sharq uslubini namoyon qildi. Eng muhimi u bugungi kunda texmo taraqqiy qilib, xalqaro bozorda raqobat kuchiga ega bo'lgan bir xil qo'l hunar mahsuloti bo'lib, tarix sahnasida julolandi. Bu şark uslubu degenimizde biz umumen tabiat bilen insanın birligi, tabiatdan elip tabiatga qaytırış degen şu narsaga mujassamlik. Xotan gilimining uzoq tarixi, gilamning cho'nqur madaniyat qatlami Xotanni sharqqa gilam makoni degan go'zal nomga ega qildi. Bo'libmi zamonaviy fan texnikaning o'zisiz taraqqiyotiga ergishib, yangi texnika, yangi tafakkur Xotan gilimini yangicha hunar san'at tusiga ega qildi. U yana Xotan xalqining aql parasini namoyon qiladigan sahnaga aylandi. Qadrli ko'rmanlar do'stlar, bayqash programmamizning bugungi soni mashada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rganingizga rahmat. Kelar soni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.